Allah beraman desa, u siznikidir. Tamam. Allah bermayman desa, qancha harakat qilsangiz ham bir zarrasini qo'lingizga kirita olmaysiz. Bir zarrasini. Organizm uchun juda foydali yog' haqida gapiraman. Agar sog'lig'ingiz o'zingizga kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bu uzum danagining yog'i. Uzum danagida ham yog' bo'ladi deysizmi? Albatta bo'ladi. Ko'p narsada hozir yog' bor. Ko'p narsada. Tak, bu uzum danagi yog'i asosan nimaga foyda? Qon tomirlarini kengaytiradi, varikoz uchun foydali, qonni suyultiradi, xolesterinni haydaydi, yurak uchun juda ham foydali, erkaklik quvvatini oshiradi. Gijjalarga qarshi ayniqsa kurkuma bilan aralashtirib iste'mol qilganda gijjalar o'zini tilida voydot deb bo'ladi. Shuning uchun bu haqida opisaniyada to'liq ma'lumot beraman. Uni albatta erinmasdan o'qib chiqing, juda ham foydali. Bu haqida siz oldin umuman eshitmagansiz. Umuman buni ichish kerak. Har bir inson uchun foydali, yosh va qari uchun, hammaga bezarar. Homilador bo'lamizmi, yosh bola bo'lamizmi, albatta ichish kerak. Ayniqsa gijjalardan tozalanishda, yurak uchun, xolesterin uchun va uni boshqa foydalari mana o'qisangiz o'zingiz hayron qolasiz. Yog'ay deb bo'ladi, yog'ay. O'qib ko'ring, ishonmasangiz. Pastda nomerlarimiz qoldirilgan. Zakaz qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha dostavka bor.